Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana Shahrisabzdan Qarshiga yo'l oldik. Yo'lda nechta radar bor? Buni eksperiment qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Metchorog'ga birinchi radar. Metchorog'a hamma bilsa kerak. Mana ikkinchi radarga keldik. Bu tomonga metan bor. Buni ko'pchilik biladi, endi bilmaganlar uchun. Bundan keyin yana bitta radar. Uchinchi radardan ham o'tdik mana. 1 kilometrgacha 3 ta radar bo'lsa ham bo'ladi. Damasga qancha vaqt yetib boramiz endi mana. Qancha vaqt yetib borganimizni ham yozib ketaylikmi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana soatimiz 7:20 ga Shahrisabzdan chiqib ketamiz. Qarshiga yaqinlashib ko'rsatamiz soatda. G'urjob yozilgan zinaydan sal o'tganimizdan keyin mana chap qo'lga radar chiqadi. Bu yerda svetofor ham bor. Peshxot uchun qo'yilgan. Mana radar. Mana 50 ga yana bitta radarimiz qo'yilgan. 5-radar bu. Mana o'ng qo'lga radar bor. Yoniga kallej bor. Yakka bor, Perikroska yaqinlashib qoldik. Nasib bo'lsa 6-radarga kelib qoldik mana. Bu kamera birinchisi. Mana bu radar mana. 6-radar. Kartijlar to'g'risi ham. Mana do'stlar, 7-radar svetoforda oldiga qo'yilgan. Bir xil aytadi, qizilga ham uradi deydi. Ehtiyot choralarini ko'rib o'tkazsa bo'ladi bu yerdan. Mana 8-radar. Perikroska yetmas. Menimcha yaqinga qo'yildi shu radar ham. Ovoz ko'raman-da. Perikroskadan o'ngga burilganimizdan keyin yana bitta radar qo'yildi ona Zinakdagi. Bu menimcha 9-radarmi, shopir? Ha, 9-radar. Radarlar haqida fikringiz qanday? Juda yomon fikrim. Ko'payib ketdi radarlar. Radarga tushmaylar. Svetoforga mana kamera bor. Yakka bor svetoforga. Domla oldi. Kameralar aytgan radarlar sanab ketamiz. 9 ta radardan o'tdik. Hay, davom etamiz yo'lga. 10-radardan ham o'tamiz. 10-radar mana. Hali yakka bog'dan chiqqanimiz yo'q mana 10 radarga keldik. Svetoforga mana kamera va palasaga qo'yilgan. 11-radarga keldik mana. 11-radar. Orientir mana. Malika to'yxona adashmasam. Mana do'stlar 12-radarga ham keldik mana. 12-radardan o'tamiz. 13-radarga ham keldik mana. Svetoforga qo'yilgan ekan. 13-radardan mana ozroq o'tgandan keyin 14-radar assalomu alaykum deb turibdi mana. Hali yakka bo'lib mana 14 ta radar. Agar video qiziq bo'layotgan bo'lsa, Toshkentga ham ko'raveramiz nechta radar borligini. Shahrisabzdan Qramoy Toshkentga ketib nechta radar bor, yo'l qanday obzor qilamiz. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz yo'lda davom etamiz. 15-radar mana do'stlar. 15-radar.
ochiladi. 19-radarga keldik mana. 20-radar do'stlar. Mahallalar bor bu yerga. 21-radar. Biza hali ham eng qizig'i yakka bo'lib bizda. 22-radar. Oq yo'l degan yozuvda yetmasi bana. Sharsardan kelishga. 23-radar benzin zapravkan o'rniga qo'yilgan radar. Ozroq o'tgandan keyin 200-300 metrdan yana 24-radar. 50 ga mana 25-radar qo'yilgan. Ishlaydi shu radar ham. 26-radar. Yo'l tepalikka chiqadi, o'sha yerga qo'yilgan. Bu tomonga magazin ham bor ekan. Hali mana kamerani o'chirganim yo'q. 27-radar ko'rindi mana. Nari bo'lsa 200 metr arasi. Mana 27-radar. 28-radar. Hali ham yakka boqqa qarasa kerak bildi ham adashmasam. Bilganlar komment yozib yuboringlar. Qamashga yaqinlashamiz. Mana 29-radar do'stlar. Yo'lni qaranglar do'stlar. Damas'ga 90 tezlik asabi. Shofer mazza qilyapti lekin. Mana bu yer remont bo'layotgan ekan yo'l ko'prik ustida. Mana 30-radar do'stlar. Mana Qashqadaryoga tarif chiqqan. Bilmaganlar bo'lsa. Agar qaytgancha so'raymiz narx-navosini ham tarifda. Kimga qiziq bo'lsa. Hop. Qanday bo'lyapti? Shofer xafa. 31-radar mana. Tamam. Bug'doyzor. Kallish bormi? Menda kallish bo'lsa kerak. 32-radar mana. O'zi radarlashni standart bo'yicha bo'lish kerak-da. Buni ko'chadagi bunday oddiy stalbalar qo'yilgan radarlar ekan. Standartga to'g'ri kelmaydi deb aytishyapti. 33-radar. Men bu radarmi endi bilmadim. Buni sanamaymiz men. Kamera bo'lishi ham mumkin. Radarga ham o'xshab ketdi lekin. Mana bu svetoforga kamera bor. Ehtiyot bo'lasizlar. 34-radar. 35-radar mana. Radarga keldik mana do'stlar. Bu yerda mana 37-radardan ham o'tdik mana. 38-radar mana do'stlar. 39-radarga keldik do'stlar. Mana mana yo'lni chakkasi bunchgachalar qo'yilgan, nima qo'yilgan? Bilganlar yozyapsizlar. Ya mana ozroq o'tgandan keyin 40-radar mana.
Shopir yo'llar haqida fikringiz nima bo'libdi? Juda yomon. Oldin 12 ga keluvdik-da. Qanday bo'ladi? Yaxshi komfort edi, hozir Damas'ga juda bilindi. Yo'llar. Qiyin ekan Damas'ga yurish. İçimiz toza. Damas bilan kelishda to'g'risi maslahat bermayman. Bu yo'llarga ancha ezib qo'yadi yo'llar. Birinchi radaroni. Tomonga mana lavashxona ham bor ekan. O'tgacha. Qovchin belgini olyapman mana. 42-radarimiz bor. Hali ham yo'lga davom etamiz. Mana soatimiz 8 dan 38 ta bo'ldi. Biz hali ham yetib kelganmiz yo'q Qarshiga. 7 dan 20 ta yo'lga chiqdik. Hali ham yo'lga bizlar. Mana 43-radar istalbaga qo'yilgan. Mana bunaqasi o'zimizga bo'ladi. Plakatning yoniga ham radar qo'yishadi. 44-radar. Reklamaga mana radar qo'yilgan. Nima deysiz endi bunga? 45-radar. Mana bu tomonga metan bor. Metanni to'g'risidagi radar. Mana 46-radar aziz do'stlar. G'uzor ketish yo'li. Mana Qarshiga qadar ketamiz. 47-radar mana. Yo'l bu tomon ta'mirlanyapti. Ehtiyot choralarini ko'rib yursangizlar bo'lar. Qarshi kelayotganlar bo'lsa. Mana yerga ham kamera bor. Qalasaga ham uradi. Hushyor bo'linglar. Mana shu yo'llar sal oldinroqqa qadar bor ekan, ololmay qoldik. Yo'l patrul xizmati xodimlari bor ekan, noto'g'ri tushunishmadi deb videoga olmadik. 48-radardan o'tdik. Nishon shahidgacha oz qoldi. Nasib bo'lsa, endi oxiriga nechta qadar chiqqanini qo'yamiz. Mana 49-radar. Multiradar ham o'tib ketdi. Kobaltga qo'yilgan. Orqaga. Do'stlar, Sharsharani chorrahasi. Kameralar bor bu yerga. Bilmaganlar bo'lsa, endi aytib bo'laman, birinchi kelishi bo'lsa odam bilmaydi. Kelgan odam bilar. Svetofor ham juda uzoq yonadi. 1 minutdan ham. Boya kelgan paytimiz 77 sekund edi. 2 minutga o'tirishdim. Mana. Yana Qizilga tushib qoldik o'zi. To boya probkadan kelgancha yana Qizil bo'lib qoldi, biz qolib ketdik Svetoforga. Mana do'stlar, 50-radarimiz. Bu tomonga ham yo'lda ikkita tomoniga radar qo'yilgan. Nishon shahidga yetib keldik o'zi boshda. 50 ta radar chiqdi yo'limizga. Shahrsabzdan Qarshigacha 50 ta radar bor ekan. Endi multi radarlar hisoblaganimiz yo'q. Chorrahadagi kameralarni ham hisoblaganimiz yo'q. Bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing. Keyin yana qaysi yo'ldagi radarlarni nechtaligini sanab ko'raylik. Kommentariy yozib qoldirsangiz, agar fikrlar zo'r yozilsa, bu proyektimizni davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.